Hem satmadan muşu terörist öyle kaldım ha. Adem Mehmet hayvan. Mana shu ish aka. Kelime ishim chiqdi aka. Chiqib ko'yi bormayapti. Men qayermaylar va. Men choyxona aka medim la. Hamda ba'da muqim dina aka unda tamamlaydi. Endi qag'inizdan. Dokumentlar çok önemli. Bu rasmiyat emas men alamda. Satamdim, o'tiramdim, qanday qilsamizlar kerak. Chiroyli qilingan uyga bu. Ha. Elim setam bu pag'anda ekan, cho'nglar aralashib, bunida Uyni men go'xi qilamdim. Qanday qilmay o'zanlar kerak aka. ko'rib baqayli. Mana aka. Basel benormal turdi buni. O'zing sağamı ya cho'nglar selib nima qo'ymi bu? Ya aka, men gapmancha seniki. Ben birtali o'g'il, birtali baldigina qara aka. Bu dadamdan topgan butun dunyosi ya. Meningki. Satamdim, o'tirandim aka o'zimning ishi. Endi ukam, ko'nglardan bir gapi bor. O'zing sağgan uy bo'lsa, so'd bitishga bo'lmaydi. Dadang sağgan uy bo'lsa, asaroq bitishimiz so'dda. Öz uyumdan hoşluğu, tutkulumdan boşluğu dep öykü aldık yani. Alamet azaylı oldum cuma. Yıllık icarı 1 milyonga aldık adam bak ya o Kur'an'ı. Siz kim o? Ben bu Kur'an'ı ikisi. Siz korona geçip kalsın bu korona menin tosa. Yıkın seti vagan bu oyunu. Kaçan setip aldınız ben tek bir hafta oldu öyden çık etkile. Kimden setip aldınız siz bu oyunu? Oyunun ikisi ben tosam. Muşu baldın seti vagan. Oğlum sattı mı siz bu oyunu? Sizin oğlunuz olan da? Benim oğlum boladı bu. Satıdığa öy emez bu. Bu öy benim atı babamdan kalgan. Bu öyge ben acayip ecerimi son diyorken. Doktan hemen bir telefon kılay. Vay. Neredesin? Adem bulmaydı hayvan. Ma öyünü sattın mı? Satmagan nemen kaldı yani senin? Kirem yege. Hazırlık gel. Karan bu hoşmaz kopkağa okşaydı. Bu öyüne fakat satıdığa öy emez. Mehmanxanını saklap durayla oğlum kelsin. Annikin dişsek bulam da. Oldu. Şuna açakını kirelim. Yavaş geç oturma. Bu öyleqi Pervane şirketininki 7 xil qayıntıp pişirilgen su ekan mavi. Sizin amraqqansizda bunu. Ben bek yaktırıp içime bunu. Rahmet. To'xtamni bir aqur ko'rdim. To'xtamni aytib puxta yezibsizlar. Haqiqiy qonun kuchiga ega yezibsizlar. Lekin o'g'lim kelsin, meningmi bir dardimni anglab beqin. Bilamdi? Oldu. Ya o'tiram yerda. Ma to'xtamni sen yozdingmi? Ha? Uzatdın bu. Bu uy san təvənimiş qısan qıldı. Şu sattım şu pul kerak olganiki. Sen odammi yoki boshqa narsamisan? Men sana kulman ketdim deb ketdim. Jinim o'g'lim, sen uchun topqinim hamma narsam deganlik. Sen bütchetni men qursam, sen yo'qot deganlik emas. Dadangdan tortgan jafosiga, dadang ajoyib ko'yindigan, dadang bir qarab bo'g'ichi, dadang nimani o'ylayotganligini biladigan odam bo'lding. Men sana lekman ketdim dedim. Balam, ma öy çoğ dadam çoğ anamni uzatgan. Dadam anamni men qo'lim bilan uzatdim. Har qanday narsani setishki bo'ldi. Ma uyni mendan keyin qilib qolsang, mening chirg'imni yo'rot dedim sana. Dedimmi demedim? Ha dedim. Manimi mavu? Şu sigara sattım şu. Sana pul azma, nurg'un adamdan oldiga berib, sag'irib, yalurib, nurg'un öy do'konlarni qaytirib oldim. Endi satmagan, mushu terörist öy qoldim ha. Odam emas hayvan. Qanday qilsam qilaman. Chikatdim. Hey, to'xta. Hey! İşiniz mi çünkü balderde de bir ay şu pas bulmaydı sizge. Bu balını men kichkinin tatib onasidan qilib, mush balını qatar qo'shqicha oz jafolarni tatmadim. Ya bir ish qilmaydi o. Bekor yugini yugan. Mushunda bola bo'lsam siz o'ylab beqing. Keyin kunlikda men bir ko'z yumib qolib qolsam, xoni vayron qilatmamda bizning topgan egiligimizni. Agar to'g'ri ko'rsangiz, sizning bir tijoratchi. Mush uyning pulini men bir o'zimning qo'y payda qo'shib sizga qaytarib bersam, mush uyning bir to'xtamlarini bekor qilib berasizmi? Sizga bir o'tinishim bo'lib qolsin. Siz mi balderde de tirishayotgan ma'o'xshash bir dad ekansiz, 100 ming ko'y pulingiz mi kerak emas. Pulimdan ki derini bersangiz bo'ldi. Sizning beshingiz kelgan kun mening beshim kelib qolmasin. Rahmat sizga. To'g'ri tushunganingizga rahmat. Balki rahmat juma sizga. Biz otani bo'g'uvchilar
Ballardan faqat nurg'un narsa talab qilmaymiz. Bizdan keyin qolsa, xo'shal xo'ram yashasa, dadam qilib beribdikan mushni. Agar dadam mushni qilib bermagan bo'lsa, men qanday qilardim deb ota-onaning ko'nglini azroq tushunib qo'ysa deb umid qilaman-ku. Ballarningki o'zdimi ish ketishini birdan bir xohlaydigan ota-ona.